Assalomu alaykum. Xorazm kanalına obunachilar, yaxshimisizlar? Kayfiyatli yaxshimi? Xudo xolasa bugun sizlarga gipsa bloklari eng anjilarini ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa fikr, xulosa, kommentariya, obazatini yozib qoldiringlar obunachilar. Hammasidan ham oxirroqda senasi dim zo'r. Agar sizlarga ma'qul kelsa, xudo xolasa do'st yaralaringizga tarqatib qo'yaverasizlar. Yetdik obunachilar. Bir yondan ko'rib boraveramiz xudo xolasa. Obunachilar, ko'rganlaringizdek bu o'zlarimizni Jangi ota mahallasida yine şurada bir dostumuz açıp ekan. Bizlerin ham shundan bir zarurchiligimiz bo'ladi. Bu beshlanchi qarab kelgan joyim aka ukalar. Xudo xolasa bir yondan o'zlaridan so'rab boraveramiz. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Bu obunachilar bilan bir so'rashib bering. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Hammangizga ishingiz omad. Yana bular xizmatlar kerak bo'lganini aytaverasizlar. Bunda bo'lgani blok emas, bizlarda cheklar volayir hisob etib quyban beribmiz. 10 cm, 12 cm. He, yine bunun penadan. Penadan. Pena blokdan cheklar quyib turibmiz. Ular ham video davomida aytib o'tasiz. Hozir men o'zimga kerak bo'lgani uchun bir 10 dona alaman deb planlashtirib edim. Bütün barmak kirib ketadi-da. Ana endi men obunachilarga tavsiya etaman. Chunki menga yaxshi vej ko'rsatsam, birisi olmasa birisi rahmat sana qudrat deydi. Ana endi bularning asta bir yondan bu niyasini aytib o'ting. Men o'zim kачествосini tushuntiraman. Bir ko'rsating. Bu neçelik razmer? Bu blokumuz eni 20 bo'ladi. Bana 30 bo'ladi. 20'ye 30 60'dan. 20'ye 30 60. Ana endi bular ham shuning niyasi qilib, ya ustuna quyiladigan qilib. Bu latok bu. Latok. Bu necha so'm? 12,5 ming so'm aytib beramiz dastlabki içinde. Xorazm kanalına gelere. Ha, Xorazm kanalına gelenlere geçip beramiz. Ana ölmeyin. Zakasa olsam alaverasizlar. Ha, alarım zakasa olsam. Necha dona olsam? Farkı yok ama. Necha kunda tayyorlab berasizlar? Misol bir 2000 dona kerak desa. Endi kursuna qaramizdan 2000 dona kerak bo'lgan bo'lsa, hozir esa bor, quyilib turganlari 2000 dona yetlashadi. Ava 12500 dan dastlab ketib berasizlar. To'plamiz 12500 dan bularni 13 ming so'mdan dastlab ketib beramiz. 13 ming so'mdan dastlab ketib berasizlar. Ana yana bir neler bor ekan sizda. Bu razmerdan bir ko'rsatib aytib o'ting shular ham. Menga sizning kачествоңizga yoqqan jihati uchun o'zim aytdim-ku, iltimos etib tushirsak bo'ladimi deb. Ana shuni buni ko'ring qani. Bularning razmerlarini ham ayting. Bu 12'ye 30 60 bu. Pergartga ishlatiladi-da bu. Hava. Bular 9,5 ming so'mdan dastlab ketib beramiz. Endi qarang, odamlar hammaga qiziqdan sinasi menga yoqdi. Endi obunachilar biz aytindi beri fikr xulosa qoldiradi menga o'zlari. Buni neradan dastlab ketib berasiz? Uni Xazaris bilan Durujbog'dan yetkazib beramiz. Xazaris bilan Durujbog'dan yetkazasiz. Agar undan xona o'tidan bo'lsa, pulunda selgina o'zgarish bo'lishi mumkin. Ozgina o'zgaradi. Bo'ldi. Necha xil va sizda tovar chiqadi o'zi o'pshi. Bizlarda o'zi bu fergartkalik bor, 12'ye 30 60. Hava. Keyin latoki bor o'zining. Hava. Ya, primechkalara qo'yiladigan. 3 yildan. Hava. Keyin shu uchak qo'yadigan xizmatlarimiz bor. Uchak qo'yadigan xizmatlaringiz necha variantda bo'ladi? Bular ham bir og'iz aytib, tushuntirib aytib soddatib o'ting. Metr kvadratini hisoblashamiz-da uni. Hava. 1 metr kvadratini 60 ming so'mdan qo'yamiz. Bir etaj bo'ladigan bo'lsa. Bir etaj bo'ladigan bo'lsa. Buyukligi 10 cm bo'ladi, qalinligidan. Hava. 10 cm 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan. Agar Xorazm kanalidan kelsalanchidan qo'yib berasiz. 55 ming so'mdan. 55 dan qo'yib berasiz. Qalinligi qancha bo'ladi dedingiz? 10 cm. 10 cm. Gerek joy cho'nqurroq bo'lsa 12 dan bo'lib ketaveradi u. Ayndonni ustidan kelishamiz. Material hamma narsa o'zlaringizdan. Hammasini o'zimiz olib boramiz. Uni sinab ko'rdingizlarmi bizlar Xorazm terroristida? O'zimiz joy qo'ydik. Temperaturani tutish darajasi necha bo'ladi u? Qayta umuman sovuq o'tkazmaydi u. Sovuq o'tkazmaydi. Garantiya necha vaqt beriladi unga? Endi garantiya sahi ko'ramiz. Xudo xolasa, lekin hali shu xotin jalbatga odam yo'q. Bizlar ham avval kelib yozi bilan qo'ydik, o'shalar hech buzdin tutsa kerak, ha. Sovuq o'tkazmaydi. Ana endi Qudrat, buni ko'rsatganda ko'rsatding. Buni bir barmoq ham bezib ko'rganim menga deb qiziqadigan odamlar bo'ladi. Bunda har xil kommentariya bo'ladi. Ana ibini tutib beraga, Sarvar. Buni tutib tur. Men obunachilarga ko'rsatayman. Aka ukalar, bir narsaga ahamiyat etamiz. Veji sesini eshitdinglar. O'zingiz bilaveradilar, buni tushungan odam biladi buni. Bu sesga qaranglar. Eshitdingizlarmi buni obunachilar? Men duch kelgan joyga kelib reklama olaman axir. Necha etsangizlar ham bu janavar yetmaydi bu. Hala ko'rmanda ki gap, sesga qarang. Tiring, bu deydi janavar. Hala ko'rib turgan axir, ha. Ha, endi ko'ryapsiz-da. Menga qaranglar o'rtoqlar. Ini menga qaranglar. Mizi bir undan ham
Hala kurmagandaki gap bu yine. Nima qarang. Yok. Men 100% garantiya beraman. Obunachilar veja sifatam, qattiqlik ham. Bemalol telefon nomerlarini qo'yamiz shu yigiti. Baholari dim zo'r. Obunachilar men xalqqa foydasi desa bo'ldi. Men biraga so'radim, alsam bo'laman. Nechun mo'qil keldilar. Bu narsani men xalqqa qo'rqmayman, ko'rsatib bilaman. Ertang birovda la'nat eshitdim, ansat narsa. Birovda rahmat eshitdim, qiyin narsa. Buning mashaqqati, mehnati uni endi. Ana aka-ukalar, kimda kima Inshuningning Gazablok xizmati kerak bo'lsa, shu balani tavsiya etaman. Nida bu balani adresi, Qudrat deb so'raydi vallah. Dim oddiy o'zlarimizni Yangiobod, navda aytiladi, Jannat, Oqmaydan Jannatining giraverishida ber xudo xolasa aka-ukalar adresimiz. Xazaris tarafdan kiraversangizlar, Jannatga qarab girdingizlar, obunachilar, o'ng qo'lingizda asfalta bo'yinda bering. Uyliklar boshlandi obunachilar. Chap qo'lingizda aka, obunachilar adashib beribman. Chap qo'lingizda uyliklar boshlandi, ko'rinib turibdi bir aka-ukalar. Xazaris tarafdan kelsangizlar, chapga qarab girasizlar. Shu uyliklar boshlanadi bir gidete bir 150 metr, 200 metr yurgandan keyin aka-ukalar. Chap tarafingizda ina shudir Gazablok xizmatini yo'l ustidan chiqarib qo'yibdilar telefon raqamlarini. Ana endi bu yerga kel. Ham ibidan telefon nomerini ham ko'rsatib beramiz, ham telefon nomerini ham qo'yamiz bu yerga. Aka-ukalar, shu Gazablok xizmatini telefon raqamlari 88lik 492 22 11 aka-ukalar. Odingiz kim edi? Jumaboy bemalol shu Jumaboyga murojaat etaverasizlar. Xudo xolasa dastlabkasi Xazariston Durujbaga challak aka-ukalar. Undan xona o'tchak bo'lsa, Bag'at taraflari, Xanqa taraflari o'tadigan bo'lsa obunachilar, o'rini o'zlaringiz pul kelishasizlar. Plus minusini. Havo. Esa xudo xolasa sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ina sizlar xudo xolasa bahor oyidan hozirdan zakaz olib, to'xona salaman, tualet salaman, joy salaman desangizlar, sizlara ina shuda tavalari men tavsiya etaman. Kачествоsi 100%. Nimcholar chiqqani o'rtoqlar menga telefon beraylar, bemalol. Derro'lata beramiz. Sog' bo'ling obunachilar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Xorazm kanaldan gele obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Chiroylisidan bir dona like bilan kommentariya fikr xulosalaringizni qoldiringlar. Yana bir aytamiz. 13 ming so'm dedingiz bahosini? 13 ming so'm dedingiz. Katta Gazablokini. Pinoblokini so'm dedingiz, Pergortkini? 9,5 dastlabkisi bilan. Annesini anusini ichine qo'yilgan latoq. Uni 12,5 dedingiz. Ana esa baholarni yana bir aytdik aka-ukalar. Qolgan ma'lumotlari, savol-javoblari bemalol Jumaboyga telefon qilib bemalol so'rashlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.